Assalomu alaykum, hurmatli Denov ahli. Men xalq deputatlari Denov tuman kengashi kotibiyat mudiri Muhammad Abdurayimov bo'laman. Denov tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish sohasida belgilangan chora-tadbirlarni manzilli o'rganish bo'yicha samarali nazorat amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2025-yil 14-yanvar kunidagi 35-sonli qarori ijrosi bo'yicha hududlarni rivojlantirish hamda aholi muammolarini hal etishda mahalliy kengash deputatlari va senatorlarning mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi xalq deputatlari tuman kengashining 2025-yil 24-fevral kunidagi 5-sonli qaroriga asosan Denov tumani O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining kengashining 2025-yil 14-yanvardagi hududlarni rivojlantirish hamda aholi muammolarini hal etishda mahalliy kengash deputatlari va senatorlarning mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorligini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 35-sonli qarori ijrosini ta'minlashdagi vazifalardan kelib chiqib mahalliy kengash deputatlari mahalla yettiligi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun o'zi saylangan okrug hududlarida 30 ta deputatning mahallalarga biriktirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-2027 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 454-sonli qarori bilan 10 ta loyiha O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari Hukumat komissiya raisi yig'ilishining 200-sonli bayoni bilan tasdiqlangan 70 ta loyiha, Surxondaryo viloyati tashabbusli byudjet jarayonlarining 2024-yil 2-mavsumdagi g'olibi loyihalari 14 ta loyihasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish hamda bu borada mahalliy hokimliklarning roli va mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 223-sonli farmoni asosida Denov tumani 2025-yilda kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi bo'yicha 15 ta loyiha, 2025-yil jami 109 ta loyiha bo'yicha xalq deputatlari Denov tumani kengashi deputatlari tomonidan nazoratga olinib kelinmoqda. Surxondaryo viloyat kengashining raisi tomonidan belgilab berilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hujjatlari, Oliy Majlis palatalari va hukumatlari oliy darajadagi tashriflar davomida amalga oshirilishi kerak bo'lgan yo'l xaritasiga asosan Denov tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda belgilangan chora-tadbirlar manzilli o'rganish va hamda ularni samarali nazoratga oshirish uchun deputatlarga taqsimot qilib berilgan. Denov tumanidagi Dunyotepa mahallasidagi 32-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi, Denov tumanidagi Minora mahallasidagi 23-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi, Denov tumanidagi Navnihol mahallasidagi 8-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi, Yangi Ariq mahallasida Uzun, Oltinsoy, Sho'rchi, Sariosiyo tumanlarida tibbiy xizmat ko'rsatiladigan 150 o'rinli bolalar shifoxonasini qurilishi, 150 o'rinli bolalar onkologiyasi va 100 o'rinli davolash bo'limi qurilishi, Denov tumanidagi Sinam mahalla fuqarolar yig'inida tug'ruqxona bo'limini bugungi kunda rekonstruksiya qilinishi, Denov tumanidagi Surxondiyor mahallasida suv tozalash inshootlari va uni ta'mirlash hamda rekonstruksiya qilish masalalari deputatlarimiz tomonidan nazoratga olingan. Mahalla yettiligi bilan ishlash borasida deputatlarimiz bugungi kunda mahallada faoliyat ko'rsatayotgan yettilik ustidan nazorat o'rnatish va ularning ishlari bilan tanishish masalalari bo'yicha ham ish olib borilmoqda. 2025-yilning 24-may kuni
Deputatimiz Xudoyberdiyev Islom tomonidan 17-maktabda o'z kutubxonasini, demak, maktab o'quvchilariga ochib berish o'z hisobidan amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Deputatlarimiz bugungi kunda barcha jabhalarda maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari hamda tibbiyot muassasalarini o'rganib, shuningdek tashkilotlarda korrupsiyaga qarshi kurash masalalarida ham nazorat ishlarini olib bormoqdalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.